Bo'ldi shu. Siz nima qilib yuribsiz? Chang bo'libdan betingiz. Ya u mayli. Ha? Bu qizdan so'rayincha 1-2 yil o'tibdimi yo'qmi hali? 1-2 yil o'tibdimi? Yo'q. Qanaqasiga bir kunda 1-2 yil o'tishi mumkin? Farina. Abbos meni kursdoshim. Rostdan? Birga o'qiysizlar. Bilim darajam ancha yuqori, albatta. Men darsga kiradigan qo'ying, Bo'ylari yuqori bo'lmagan. Men darsga Ish oling. O'rlayvermang, mening ham uvolim bor. lekin bu qiz o'tgan safar gap otdi, ko'rdingiz Farina? Ko'rmadingiz? Gap otmadim lekin. Siz adashdingiz o'z. Menga hali bor 1-2 yil. Qachon o'ylamoqchisiz? Hali 1-2 yil bor deyapsiz. Abbos даже menga gap otib yuradi, doim Gulasal ismiga ashula aytaman deb. Qachon aytasiz Gulasal ismga? Lag'ma o'ylayaptilarmi? Yo'q, qaysi bir yerga ishonay hozir? Ko'ngilgarim bo'lmasin deyman-da. Endi mana men o'qishga borsam, hamma qizlar menga savol beradi-da. Meni ismimga qo'shiq ayting, meni ismimga qo'shiq ayting. Men unaqa savol bermagan. Xursand bo'lsin deb qo'yaman, mayli. Men unaqa savol bermaganman o'zi. Iltimos degan savol bermagan. Asal ismiga anaqa qo'shiq yozyapman, yaqinda chiqadi degan unga ham 2 yil bo'ldi. Uyat emasmi, axir o'zbekmiz-a? Hammasi 2 yil bo'ldi deb yuraveradilar. Men endichi bu qismli qo'shiq yozmoqchiman-da Asal ismiga. To'ldirib, ichida Farina ham bor, hamma qizlarga. Mazgi. Yo'q, meni qo'shmang. Ishoning, mening ismim shunday xo'rlanadi u yerda. Ko'zimga qara, sochingni tara, bir nimalar degin menga sen erkala. Kerakmi shuning uchun ham rahmat. Bunchalar zo'rsadingiz 1 2 3. Xayrlashaylik bu. Xayrlashing bo'lmasam gapni o'zingiz burib Biz jurnalist turyapmiz, bir nimani qo'yillatadigan. Mayli, mana mehmonimiz. Bunchalar zo'rsan deymizmi? Xayrlashasiz. Xayrlashasiz. Niyatlaringiz, tilaklaringiz yoshlarga maslahat. Yoshlarga hech qanaqa maslahatim yo'q. Chunki o'zim ham yoshman. Hammanglar Milliy telekanalda qolinglar. Bunchalar zo'rsan. Bo'ldimi? To'y qachon? तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं आना. Bo'ldi, bo'pti to'y. Ulgurmadingiz. Ulgurmadingiz, kech qoldingiz. Qadr baland yurtdoshlar, bizni ko'rsatamiz. Mana shunday ko'taring guruhda bugungi soni o'z soyasiga yetib, hazillashma durasidan erga teyapti ekan. O'zingizni asrang, omon bo'ling. Har doim yaxshi kayfiyat hamrohinglar bo'lsin. Biz doim sizlarning kayfiyatingiz uchun harakatdamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Aziz teletomoshabinlar, bunchalar zo'rsan ko'rsatuv har doim muxlislarning kayfiyatini maksimal darajaga ko'tarishga harakat qilib kelyapti. Bundan keyin ham harakat qiladi. Sizlar faqatgina bizni miriqib tomosha qilsanglar bo'ldi. Shuni o'zi bizga kifoya. Chiroyli izohlar yozsangiz, buni o'zi bizga katta ruhiyat va motivatsiya beradi. Men bo'yim o'sganmi bugun? Men past oyoq kiyim kiyib keldim. Salgina sizni o'ylab bugun. Baland kiyib kelsiz. Ha, 3 yil oldin ham Abbos shu edi, hozir ham shu Abbos. Yuragim ey, senga rahmim kelib ketdi. Sochim o'sgandir bu. Maylimi? Kestirib turasiz sochingizni. Sog' bo'linglar aziz yurtdoshlar. 1 2 3. Bunchalar zo'rsan.